Assalamualaikum, hürmetli yetekçiler. Bizning endi odatdagi oktyabr oyining birinchi mumkinligi bu ulkanlar ikabısına bag'ishlangan mumkinlik bizning endi o'zgan yildagi planga endi o'zgarishlar kiritildi. Eng ko'p bizning plan qisqartirildi, sababi belgilab etildi. Keng ko'lamli ham endi ulkanlar kutib ola turgan merapриятияларni Spartakiada degan shu yil o'zdirmaymiz. Ular endi o'zlari shunday murojaat etdilar. Lekin bizning planni qo'yadi. Lekin endi bizning 1-2-3 bunda yarış chorasi qoldi. Chunki unda ozgina ulkanlar jiyila bizning hamidalar o'zlari o'tkaru formatini shunday taqdim etdilar. Bizning tub start 1-oktyabr kuni rayon madaniyat o'zagida bo'lsa-da, bizim 30-sentyabr kuni biz endi shaxmat turnirini o'tirib qo'yarga deb kelishdik. Grafik bo'yicha shulay bizga joylar soat 9da bizning endi avval boshliqlarini qog'laydi, komandalarni to'plab jibersangiz edi 30-sentyabr kuni bolalar ijod o'zagina soat 9ga. Ham endi 1-oktyabr kuni soat 9da endi biz baribir boshlab jiberdik biz rayon madaniyat yurtida qovoq bayrami bilan bunda endi har bir jiblik o'zlarining ulkanlari bilan klub xizmatkorlari bilan birlikda o'sha qovoqqa bag'ishlangan выставка bilan tushib endi ularni taqdim etib turgan ishlar. Ham endi soat 10da bizning rayon boshlig'i qatnashында shulay endi veteranlar aktivi bilan uchrashuv jiyilish boshlanib ketdi. Jiyilishdan so'ng endi bizning bunda endi kun tartiblari chiqish yasovchilar bulatlanishlar qaralib ketdi bizning rayon boshlig'i yonida. Biz endi rostladik bularni ham bir yilga şimdi bizning 150 lab kishi bo'lirga teyish bizning ondan ortiq kishi jiymaymiz, distansiyaga o'tirtamiz. Bir yilga şimdi biz ularga endi teatrda ko'rsatib ketamiz. Plan bo'yicha ketganda endi 2-oktyabr kuni bizning 2-maktab bazasida ulkanlar orasida kompyuter yarışı bo'ladi. Shunday 3 kuni bizning aytilib o'tildi endi ulkanlar dekadasi o'yindan yarmarka uyushtiriladi. 5 kuni bizning jamiyat masjidida muhtimalar jiyilib, shunday o'xshar o'zdiralar soat 10da. Shunday bizning 5-oktyabr kuni yoshlik milliy madaniyat o'zagida ulkanlarga o'xshab yuridik yordam ko'rsatuv uyushtirilacak. 6 kuni texnikum bazasida ulkanlarning avtomobil yurtu ustaligi bo'yicha yarış bo'lacak. Shulay endi bizning Igillik o'zagi o'zining tematik choralarini o'zdira. Yoshlikda shulay endi biz bildiruv berib ulkanlarni jiyib endi ta'sirning 100 yilligini, rayonning 300 yilligini bizim filmlar ishlangan edi. Shu filmlarni taqdim etamiz, deb planlashtiramiz. Ham endi bizning ularni biz qo'znilar deb ataymiz. Uyushmalar bo'lmagan ulkanlar uchun endi biz shulay rayon madaniyat yurtida 9-oktyabr kuni konsert uyushtiramiz deb planlashtiramiz. Ham mana dekada davomida endi jiyliklarda ham uyushmalarda shulay endi siz o'zingizning ulkanlaringizni turli formatda endi tabini ortindami balki endi bu yilni jiyilu kelishib bitmaydi. Endi bilan uylarına borib, ularga endi kuchlanish qoplari topshirgan ishlab tabu bek yaxshi bo'lar edi. Bizning aslında mana shu tub choralar ulkanlar mumkinligi o'yindan tushishlar bo'lib turadi. Shunday endi muzeyga ekskursiyalar bizning kitobxonalarda ham endi maktablarda bizning shulay o'zlarining ayrim planlari negizida ishlar uyushtiriladi. Ham shulay biz endi bu vaqtda maktablar bilan volontyorlar ishlanigida aktivlashtira turgan edik. Bular endi bizning maktablarga жеткіrildi, ular mana bek motorman aytib uyushtirarlar edi. Birovda bir narsalardan muhtojku, shular oxira borib yetmay, birsina borib yetib ikkinchisi qolmasa edi. Shular bek abitnalar kelish o'tiratalar. Oxira endi ustal ortidan jimasaqalarni shu qo'shinish kerak ekan qo'shinish shu og'zida hikmat bersak-da, hikmat so'rovchilarda borlar orasida. Turlisi bor edi. Oxira endi dam yaqin kelsak, birisiroq bo'latirganlar. Qarab chiqib, muhim mana shu. Bavat kırkısı belirgati şu kulluktan her birisine varıp biterge tırışsağız. Biz bunda neşeyni var, karar verir mi? İyi konsert ederiz.